Muzey Mutar madaniyat va san'atning tirik guvohlari o'tmishning eshiklarini ochib, bizga aynan boshqa davrlarning madaniyat va san'atlari bilan tanishtiradigan joydir. 18-may Xalqaro muzeylar kuniga bag'ishlab, yosh o'lkashunoslar to'garak a'zolari sizga Buxoro muzey haqida so'zlab berishadi. Aynan Buxoro muzey qo'riqxonasi 135 mingdan ortiq eksponatni o'ziga jam etib, respublikadagi eng yirik muzey qo'riqxonalaridan biri hisoblanadi. U o'z navbatida o'z ichiga 18 ta filialni qamrab olgan. Buxoroda dastlabki muzey 1922-yilda tashkil etilgan, ammo oradan ko'p o'tmasdan bu muzey vaqtinchaga yopib qo'yiladi. 1927-yilga kelib Buxoro shahrida joylashgan Ko'kaldosh madrasasining ichki qismida maxsus qurilgan Yevropacha binoda yangidan tashkil qilingan. Bu ishga o'sha vaqtdagi Buxkom Stars tashkilotining a'zolari Muso Saidjonov hamda Butkeyevchlar rahbarlik qilishgan. Xuddi shu vaqtga kelib sobiq amirlik kolleksiyasi muzey ixtiyoriga o'tkazilgan. Aynan ushbu kolleksiya 1927-yilda Sitorai Mahosada tashkil etilgan ekspozitsiyada namoyish etiladi. Oradan ko'p vaqt o'tmay Buxoro Qushbegi arxivining topilishida Buxoro muzeyi xodimlarining xizmatlari kattadir va aynan ular tomonidan muzey arxivida topilgan ushbu hujjatlarni o'rganilish ishlarida ham faol ishtirok etishadi. Vasiliy Shishkin tomonidan Varaxsha shohlar saroyining topilishi natijasida muzey kolleksiyasi bir qator noyob artefaktlar bilan boyitiladi. Muzeyning dastlabki faoliyatini ularsiz tasavvur qilish qiyin albatta. 1930-40-yillarda Buxoro shahridagi bir nechta obyektlar, Sitorai Mahosa saroyi, sobiq zindon binosi, Abdulazizxon madrasasi, Nodir Devon begi xonaqohlari kabilari muzey ixtiyoriga o'tkaziladi. 1945-yilga kelib muzey to'liq arqalasiga ko'chirish to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Muzeyda ilmiy ekspeditsiyalar tashkil qilinib, muzey fondida yanada boyitilish ishlari boshlab yuboriladi.